Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, sizlar bilan bugun 70 kunda 70% 11-mavzu Avogadro soniga doir masalalar tahlili ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Demak, 67-masaladan boshlaymiz. Xo'p, 67-masalada 67-masalada aytilyapti 3.8 gram kadmiy gidroksiddagi kislorod atomlari sonini aniqlang deyapti. Xo'sh. Demak, kadmiy gidroksid berilgan. Kadmiy gidroksid tarkibida ikkita kislorod atomi bor. Ya'ni bu degani kadmiy gidroksidning 1 molining massasi 146 gram. 146 grammida ikkita kislorod atomi bor ekan. Bizning masala shartida 43.8 grammda qancha deb so'rayapti. Proporsiyadan hisoblasak 0.6 ta kislorod atomi kelib chiqadi. Mana shuni 0.6 ni Avogadro soni 6.02 ga ko'paytirsak bizda 3.612 kelib chiqar ekan. Demak, to'g'ri javobimiz A javob ekan. Keyingi masalaga o'tsak, keyingi masalamiz 73-masala. Xo'p, 73-masalada nima deyapti? 36.3 gram manganat kislotadagi vodorod atomlari sonini aniqlang. Yana Avogadro sonida deyapti. Demak, manganat kislota H2 marganez O4 massasi 121 gram. Manganat kislota tarkibida ikkita vodorod atomi bor. Ya'ni 121 grammida ikkita vodorod atomi bor ekan. Bizning masala shartida 36.3 grammda qancha deyapti? Proporsiyadan hisoblasak 0.6 kelib chiqar ekan. Demak, 36.3 grammda 0.6 ta vodorod atomi to'g'ri kelar ekan. Ana endi 0.6 ni Avogadro soni 6.02 ga ko'paytirsak bizda 36.12 ko'paygan 10⁻22 -22 emas, 10⁻22 ni o'zi kelib chiqadi. Demak, 73-savolimizning to'g'ri javobi D javob. Navbatdagi masalamizga o'tsak, 81-masala. Xo'p, 81-masalada aytilyapti 68.4 gram alyuminiy sulfatdagi kislorod atomlari sonini Avogadro sonida aniqlang deyapti. Xo'p, bu ham xuddi yuqoridagidek alyuminiy sulfat. Demak, alyuminiy sulfatda 12 ta kislorod atom bor. Ya'ni mana 3 qavs tashqarida turibdi. Ya'ni mana bu 3 qavs ichkaridagilarga ko'paytirib o'tadi. Qavs ichkarida 4 ta kislorod bor. Qavs tashqarida 3 bor. 3 ko'paytirsa 3 kira 4 12. Ya'ni 12 ta kislorod atom bor. Xo'p, alyuminiy sulfatning massasini hisoblasak 342 gram. Mana alyuminiy sulfatning massasi. Demak, 342 grammda 12 ta kislorod atom bor ekan. Bizning masala shartida 68.4 grammda qancha deb so'rayapti. Hisoblasak proporsiyadan 2.4 kelib chiqdi. Xo'p, chiqqan 2.4 ni Avogadro soni 6.02 ga ko'paytirsak bizda 14.448 ko'paygan 10⁻23 kelib chiqdi. Demak, 81-masalamizning to'g'ri javobi B javob. Navbatdagi masalaga o'tsak, 82-masala. Xo'p, tarkibida 2.408 ko'paygan 10⁻24 ta atom saqlagan kislorodning massasini grammda aniqlang deyapti. Birinchi bo'lib Avogadro soniga mana bizda berilgan tarkibida shuncha atom, nechta atomligini aniq bilib olishimiz kerak. Xo'p, bizda berilgan zarrachalar soni 2.408 ko'paygan 10⁻24 ta, Avogadro soni 6.02 ga bo'lsak 4 kelib chiqdi. Bu degani bitta 4 ta atom kelib chiqdi degani. Demak, bitta kislorod atomining massasi 16 gram, 4 tasining massasi qancha desak 64 gram kelib chiqadi. Demak, 81-savolimizning to'g'ri javobi A javob. Navbatdagi masalamiz 86-masala. Xo'p, masala shartida berilgan tarkibida 2.408 10⁻24 ta atom saqlagan 6 gugurt
olti oksidining massasini aniqlang. Xuddi yuqoridagidek Avogadro soniga bo'lib olamiz. Nechta atom borligini bilish uchun. Ya'ni 2,8 ni Avogadro soni 6,02 ga bo'lsak, 4 ta atom kelib chiqdi. Xo'sh, ana endi mana bu 6,6 oksid. Buni 6,6 oksid tarkibida 3 ta kislorod atomi, kisloroddan 3 ta. Va bitta 6,6 atom, jami 4 ta atom. Demak, 4 ta atomida atomning massasi, mana uning massasi 80 gram. Ya'ni 4 ta atom holatdagi 4 ta atomining massasi 80 gramga to'g'ri kelar ekan. Bizda yana bu yerda ham 4 ta atom chiqqan. 4 ta atom yana qancha desak, proporsiyada yana 80 gramni o'zi kelib chiqadi. Demak, 86-savolimizning to'g'ri javobi A javobi ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. 109-masala. Xo'p. Masalada aytilyapti, tarkibida 108,36 ta atom saqlagan rux nitratning massasini aniqlang. Bu ham xuddi yuqoridagi masalalar tipiga o'xshaydi. Xo'p, biz avval atomlar sonini topib olamiz. Bizda zarrachalar soni berilgan 108,36 ni bo'lib olamiz Avogadro soni 6,02 ga. Bizda 180 ta atom kelib chiqdi. Xo'sh, ana endi rux nitrat. Mana bu yerda formulasi ham berilgan masalada. Rux nitratda 9 ta atom bor. Mana bu yerda qavs ichini birinchi hisoblaymiz. Azot bitta, kisloroddan 3 ta qavs ichida. Umumiy yig'sak qavs ichida 4 ta bor, to'g'rimi? Qavs tashqarida 2 turibdi. 2 qavs ichidagilari ko'payadi. Jami qavs ichida 4 ta, 2 ko'paysa 4 kere 2 8 va ruhda o'zi bilan 9 ta atom bor. Demak, rux nitratda 9 ta atom bor. Demak, 9 ta atomining massasi, rux nitratning massasi 189 gram hisoblab chiqsak. Demak, 9 ta atomining massasi 189 gram. 180 ta atom, mana bu yerda bizda 180 ta atom kelib chiqdi. 180 ta atomning massasi qancha desak, hisoblasak proporsiyadan 3780 gram kelib chiqar ekan. Demak, 109-savolimizning to'g'ri javobi D javobi. Keyingi masalaga o'tsak, 114-masala. Xo'p, 114-masalada 301 ko'paygan 10^22 ta atom saqlagan dolomitning massasini aniqlang, gramda deyilgan. Xo'p, avval berilgan zarrachalarning sonini Avogadro soniga bo'lib, atom sonini topib olishimiz kerak. Ya'ni bizda berilgan 301 ko'paygan 10^22 ni bo'lamiz 6,02 ga bo'lsak, 5 ta atom kelib chiqdi. Dolomit formulasi kalsiy karbonat ko'paytirilgan magniy karbonat. Bunda 10 ta atom bor, ya'ni mana 3 ta kislorod, uglerod bilan 4 ta, kalsiy bilan 5 ta. Buniki ham xuddi shunday, magniy 6 ta, uglerod bilan 7 ta, mana 3 ta kislorod bilan 10 ta. Jami dolomitda 10 ta atom bor ekan. Dolomitning massasini hisoblasak, kalsiy karbonatning massasi, mana bu kalsiy karbonatning massasi 100 gram, magniy karbonatning massasi 84 gram, umumiy yig'sak, umumiy massa 184 gram ekan. 10 ta atomiga to'g'ri kelar ekan, massasi 184 gram. Bizda masala shartida 5 ta atom chiqdi-ku bu yerda. 5 ta atomdan qancha massa to'g'ri keladi desak, proporsiyadan 5 ta 184 ga ko'paytirib 10 ga bo'lsak, 92 gram kelib chiqar ekan. Demak, 114-savolimizning to'g'ri javobi C javobi. Keyingi masalamiz 117-masala. Xo'p, masala sharti aytayapti, 90,3 ko'paygan 10^23 ta atom saqlagan alyuminiy gidroksosulfatning massasini gramda aniqlang. Mana moddani ko'rinishi biroz sizlarga qo'rqinchliroq bo'lishi mumkin, lekin aslida oson. Xo'sh, birinchi bo'lib zarrachalar soni berilgan atom nechta atom, o'shani aniq sonini topib olishimiz kerak. Ya'ni buning uchun 90,03 10^23 ni bo'lamiz Avogadro soni 6,02 10^23 ga bo'lsak, 15 ta atom kelib chiqyapti bizda. Xo'sh, ana endi alyuminiy digidroksosulfatning jami nechta atom borligini hisoblab chiqamiz.
Xo'sh, ana endi qaraymiz. Mana bu OH qavs ichida-yu bitta kislorod, bitta vodorod, ikkita atom, to'g'rimi? Mana bu ikki qavs ichida ko'paytirib turib 2 2 4 ta, to'g'rimi? Mana bu katta qavs tashqarisida yana 2 bor. 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 ta. Va mana bu katta qavs ichidagi 2 alyuminiyga ham ta'sir qiladi. 2 ta alyuminiy 8 ta bo'lsa 10 ta bo'ldi shu yerda o'zida. Mana shu yerda o'zida 10 ta bo'ldi. Xo'p, tashqarida bitta oltin gugurt bor, 10 bitta va bitta kislorod bor. 15 ta. Endi bitta emas, 4 ta kislorod bor, 15 ta. Demak, umumiy atomlar yig'indisini hisoblasak, alyuminiy dihidroksisulfatda 15 ta atom bor ekan. Va alyuminiy dihidroksisulfatning massasini umumiy hisoblasak, molekulyar massasini 218 gram ekan. Demak, 15 ta atomida massasi 218 gram ekan. Bizda mana bu yerda ham 15 ta chiqdi. 15 tasida yana massa qancha desak, proporsiyadan yana 218 gram kelib chiqadi. Demak, 117-savolimizning to'g'ri javobi B javob. Keyingi masalaga o'tsak, 122-masala. Xo'sh, 3 mol suvning molekulyar sonini aniqlang degan. 3 mol suvning molekulyar sonini aniqlang. Xo'sh, suv 1 molidagi molekulyar soni 6,02 ga teng. 3 molda qancha desak, proporsiyadan 18,06 ga kelib chiqadi. Ya'ni proporsiyani yana bir marta aytib o'tib ketaman, o'zi masala shartida juda ko'p tushuntirganman proporsiyani. Mana 3 ta 6,02 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 18,06 ko'paygan 13,23 kelib chiqadi. Demak, 122-savolimizning to'g'ri javobi A javob ekan. 129-savolga o'tsak, masalada aytilyapti. 48,16 ko'paygan 13,23 ta atom saqlagan litiy bromidning molini aniqlang. Xo'p, dastlab biz mana bu yerda zarrachalar soni berilgan-ku. O'shani Avogadro soniga bo'lib aniq songa o'tkazib olamiz. Ya'ni 48,16 ko'paygan 13,23 ni bo'lamiz Avogadro soni 6,02 ga bo'lsak 8 ta atom kelib chiqdi. Demak, litiy bromidning tarkibida bitta litiy, bitta brom, jami 2 ta atom bor. Xo'p, 1 molida litiy bromidning 1 molida 2 ta atom bor ekan. Bizning masala sharti 8 ta atom kelib chiqadi bu tomonda. 8 ta atom necha mol to'g'ri keladi desa, proporsiya 8 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Demak, 4 mol kelib chiqar ekan. Demak, 129-savolimizning to'g'ri javobi B javob. Xo'sh. Ana endi 139-masalaga kelsak. Masala shartida aytilyapti, tarkibida 24,08 ta natriy atomlari saqlagan natriy sulfatning molini aniqlang. Bizda berilgan natriy atomlar soni 24,08 ta. Mana shuni 24,08 tani Avogadro soniga bo'lib aniq songa o'tkazib olamiz. Avogadro soni 6,02 ga bo'lsak 4 ta natriy atomi kelib chiqar ekan. Xo'sh, ana endi natriy sulfatda 2 ta natriy atom bor, to'g'ri? Mana 1 mol natriy sulfatda 2 ta natriy atom bor ekan. Bizda natriy atomlar soni 4 ta chiqdi bu yerda. 4 tasi necha mol natriy sulfatda bo'ladi desa, proporsiya qilsa, 4 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, demak 2 mol kelib chiqar ekan. Demak, 139-savolimizning to'g'ri javobi A javob. 143-masalaga qarasak, ikki xil usulda ishlanishi bor ekan. Xo'p, 67,2 litr vodorod ftorid molekulyar sonini aniqlang. Xo'sh, birinchi usulda formula usulidan foydalanib, ya'ni birinchi modda miqdorini topib olamiz. Bizda vodorod ftoridning hajmi berilgan 67,2 litr bo'lamiz molyar hajm 22,4 litr taqsim molga bo'lsak litrlar qisqarib ketadi va 3 mol bizda kelib chiqadi. Xo'p, vodorod ftoridning 1 molni molekulyar soni 6,02 ga teng.
3 moli qancha deb hisoblasak, proporsiyadan 18,06 13/23 ga kelib chiqadi. Demak, 143-savol to'g'ri javobi C javob. Bu birinchi usul edi. Ikkinchi usuli birdaniga bitta proporsiya bilan kelib chiqadi. Ya'ni vodorod ftorid 22,4 litr. 1 moli har doim 22,4 litrga teng-ku. 22,4 litri 6,02 13/23 ga teng. 67,2 litr qancha desak, proporsiyadan 18,06 13/23 kelib chiqadi. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tsak, 151-masala. Xo'sh, 151-masalada hajmi 22,4 litr azot 2 oksidining atomlar sonini aniqlang. Atomlar sonini aniqlang deyapti. Demak, modda miqdorini topib olamiz. Dastlab, demak, 22,4 litr bo'lamiz. 22,4 litr taqsim molga bo'lsak, 1 mol kelib chiqadi. Demak, 1 mol azot 2 oksidda 2 ta atom bor. 2 ni Avogadro son 6,02 13/23 ga ko'paytirsak, demak bizda 1,204 ko'paygan 13/24 kelib chiqar ekan. Demak, 151-masalamizning to'g'ri javobi B javob. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tsak, 157-masala ekan. Xo'sh, 157-masala hajmi 44,8 litr bo'lgan etilen tarkibida vodorod atomlar sonini aniqlang. Xo'sh, etilen tarkibida 4 ta vodorod atom bor. Mana bu yerda o'zi ko'rinib turibdi. 4 ta vodorod atom bor. Ya'ni 22,4 litrda 4 ta vodorod atom bor. Bizda 44,8 litrda qancha vodorod atomi bor deb so'rayapti. Proporsiyadan hisoblasak, 8 ta vodorod atomi bor ekan 44,8 litrda. Xo'sh, ana endi buni Avogadro soniga ko'paytirib qo'ysak, javob kelib chiqadi. 8 da Avogadro soni 6,02 13/23 ga ko'paytirsak, 48,16 ko'paygan 13/23 kelib chiqadi. Demak, 157-savolimizning to'g'ri javobi C javob. Xo'sh, 162-savolga o'tsak, masalada aytilyapti, 48,16 ko'paygan 13/23 ta atom saqlagan is gazining hajmini normal sharoitda aniqlang deyapti. Xo'p, dastlab mana bu berilgan zarrachalar soni bor-ku, o'shani aniq songa o'tkazib olamiz. Ya'ni Avogadro soniga bo'lsak, aniq songa o'tadi. 48,16 13/23 ni bo'lamiz 6,02 ko'paygan 13/23 ga bizda 8 kelib chiqadi. Xo'sh, ana endi is gazi tarkibida bitta kislorod, bitta uglerod bor. Jami 2 ta atom. 2 ta atomi 1 mol. Ya'ni 1 molda 2 ta atom bor. Demak, 2 ta atom normal sharoitda 22,4 litr hajmni egallaydi. Bizda masala shartida 8 ta atom kelib chiqdi. 8 ta atomi qancha hajmni egallaydi desak, proporsiya qilsak, 89,6 litr hajmni egallar ekan. Xo'p, navbatdagi masalaning yechimini ko'rib chiqsak, 170-masala. Demak, 170-masalada tarkibida 48,16 13/23 ta kislorod atomlari saqlagan uglerod 4 oksid hajmini normal sharoitda aniqlang deyilgan. Xo'sh, dastlab berilgan zarrachalar kislorod atomlari sonini Avogadro soniga bo'lib aniq songa o'tkazib olamiz. Demak, 48,16 ko'paygan 13/23 da bo'lamiz 6,02 13/23 ga bo'lsak, 8 ta kislorod atomlari soni kelib chiqyapti. Xo'sh, ana endi karbonat angidrid tarkibida 2 ta kislorod atomi bor. Ya'ni 22,4 litrda 2 ta kislorod atomi bor. Bizda mana bu yerda 8 ta kislorod atomi kelib chiqdi. 8 ta kislorod atomi necha litrda bo'ladi desak, proporsiya qilsak, 8 ni 22,4 litrga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, 89,6 litr kelib chiqar ekan. Demak, bizda hajmini so'raganda uglerod oksidda. Demak, bizda to'g'ri javobimiz C javob.
178-masalaga qarasak. Xo'p, 178-masala, ya'ni 178-masalada 112 litr is gazi va 67,2 litr geliydan iborat aralashmaning molekulyar yig'indisini aniqlang degan. Xo'p, biz is gazi 1 moli 22,4 litr hajmni egallaydi, to'g'rimi? 112 litri necha mol keladi desak, ya'ni 1 moli 22,4 litrga to'g'ri keladi desak, 112 litr bizda berilgan. 112 litr necha mol keladi desak, proporsiyadan 5 mol keladi. Ana endi geliy 1 moli 22,4 litr, 67,2 litri necha mol desak, proporsiyadan 3 mol kelib chiqadi. Xo'sh, bizda is gazi bor 5 mol, geliy kelib chiqdi 3 mol. Jami 8 mol. 8 ni Avogadro soni 6,0 ga ko'paytirsak, 48,16 ko'paygan 10 kelib chiqdi. Demak, ya'ni 178-masalamizning to'g'ri javobi C javobi ekan. Navbatdagi masalaga o'tsak, 183-masala. Demak, 80 gram natriy gidroksid va 117 gram natriy xlordan iborat natriy xlorid qolib ketgan mana bu yerda. Xlorid bo'lish kerak edi. Natriy xloriddan iborat aralashmaning atomlar yig'indisini Avogadro sonida aniqlang deyilgan. Xo'sh, bizda natriy gidroksid bor. Natriy gidroksidda bitta natriy, bitta kislorod va bitta vodorod, jami 3 ta atom bor. Ya'ni natriy gidroksidning massasi, mana 1 molning massasi 40 gram. 40 gramida 3 ta atom bor. Ya'ni bizda 80 gramida nechta atom bor deb so'rayapti. 80 gramida 6 ta atom bor. Ana endi natriy xlorga o'tsak, bu osh tuzi. Galit ham deyiladi ba'zi manbalarda nomi. Buning natriy xlor tarkibida bitta natriy va bitta xlor, jami 2 ta atom bor. Ya'ni natriy xlorning 1 molning massasi 58,5 gram. 58,5 gramida 2 ta atom bor ekan. 117 gramida nechta atom bor desak, proporsiyadan 4 ta atom kelib chiqadi. Umumiy atomlar soni bizda 6 va 4. 6, 4. Umumiy atomlar yig'indisi bizda 10 ta kelib chiqdi. 10 ni Avogadro soniga ko'paytirsak, javob bizga kelib chiqadi. Ya'ni 10 ni 6,02 ga ko'paytiramiz, bizda 60,02 kelib chiqdi. Demak, 183-savolimizning to'g'ri javobi D javob. Bir 188-savolimizga qarasak, 2 mol rug' gidroksid va 3 mol mis2 gidroksiddan iborat aralashmaning atomlar yig'indisini Avogadro sonida aniqlang deyilgan. Xo'sh, ana endi bizda rug' gidroksid bor. Rug' gidroksid 5 ta atom bor. Rug' gidroksidda mana qavs ichida bitta vodorod, bitta kislorod, bitta vodorod bor. Jami 2 ta. 2tasini qavs tashqarisida 2 bor. 2 2 ga ko'paysa 4 bo'ladi va bitta rug' bilan 5 ta jami rug' gidroksidda 5 ta atom bor ekan. 1 molida 5 ta atom bor ekan rug' gidroksidda. Masala shartida bizda 2 mol berilgan. 2 molda qancha desak, proporsiyadan 10 ta atom kelib chiqadi. Xo'p, mis2 gidroksidda ham 5 ta atom bor. 1 molida 5 ta atom bor. 3 molda qancha desak, 15 ta atom. Umumiy yig'sak, ikkalasi 10 ga 15, 25 ta atom bor ekan. 25 ni Avogadro soni 6,02 ga ko'paytirsak, 15,05 ko'paygan 10^24 kelib chiqar ekan. Demak, 188-savolimizning to'g'ri javobi D javob ekan. Navbatdagi masalaga o'tsak, 193-masala. Xo'sh, 193-masalada 11,2 litr xlorid kislota va 22,4 litr neondan iborat aralashmaning atomlar yig'indisini Avogadro sonida aniqlang deyilgan. Xo'p, demak, xlorid kislotada bitta vodorod va bitta xlor, jami 2 ta atom bor. Xo'p, xlorid kislotani molini topib olamiz. Berilgan hajm bizda 11,2 litr, uni molyar hajmi 22,4 litrga bo'lsak, bizda 0,5 mol kelib chiqadi.
Demak, 0,5 mol, ya'ni 1 mol xlorid kislotada ikkita atom bor. Mana bu yerda ikkita atom kelib chiqdi. 1 molida ikkita atom bor. 0,5 molda nechta atom bor desak, bitta atom proporsiyadan kelib chiqadi. Xo'p, ana endi neonni hisoblab chiqamiz. Neonda o'zi bitta atom bor 1 molida. Xo'p, hajmi bizga berilgan 22,4 litr. Miqdorini topsak, 22,4 litrni 22,4 litr molyar hajmiga bo'lsak 1 mol. To'g'ri? Ya'ni 1 mol neonda bitta atom bor. Umumiy atomlar yig'indisi, demak, vodorod xlorid, ya'ni xlorid kislotamizniki bitta kelib chiqdi va neonda ham bitta bor ekan, jami ikkita. 1 + 1 ikkita. 2 ni Avogadro soni 6,02 ga ko'paytirsak, bizda 12,04 ko'paygan 10⁻23 kelib chiqdi. Demak, 193-savonimizning to'g'ri javobi A javob ekan. Xo'sh, navbatdagi masala yechimiga o'tsak. 198-masala. Xo'sh, masala shartida aytilyapti. 32 gram metanga necha gram azot qo'shilganda aralashmadagi molekulalar soni 18,06 ko'paygan 10⁻23 ta bo'ladi deyapti. Xo'p, metan molekula, ya'ni 16 gram metanda molekulalar soni 1 ga teng, ya'ni bir molekulasining massasi 16 gramga teng degani. Tushunali? Ya'ni 16 grammi molekulalar soni 1 ga teng 16 gramda. Bizda 32 gramda qancha deb so'rayapti? 32 gram proporsiya qilsak, 32 ni 1 ga ko'paytirib 16 ga bo'lsak, molekulalar soni 2 kelib chiqadi. Xo'p, molekulalar soni 2 kelib chiqdi metanda. Bizda mana bu yerda molekulalar soni berilgan Avogadro sonida. Buni Avogadro soniga bo'lib o'zimizga qulaylashtirib olsak, 18,06 ko'paygan 10⁻23 ta Avogadro soni 6,02 10⁻23 ga bo'lsak, bizda 3 ta molekula kelib chiqdi. 3 ta molekulaning ikkitasi metanda bor ekan, ikkitasi. 3 ta bor edi, ikkitasi metanda bor edi. Ayirsak 1 qoladi, ya'ni bittasi. Qolgan bir molekula azotga tegishli bo'ladi. Bu degani bir molekula azotning massasi molekula holatda 28 gramga teng. Demak, 198-savolimizning to'g'ri javobi C javob. Navbatdagi masalaga qarasak, 2-masala. Xo'p, 0,5 mol sulfid kislotaga necha mol profosfat kislota qo'shilganda aralashmadagi molekulalar soni 12,04 10⁻23 ta bo'ladi. Xo'p, dastlab molekulalar sonini o'zimizga qulaylashtirib oddiy songa o'tkazib olamiz. Ya'ni 12,04 10⁻23 ta bo'lamiz Avogadro soni 6,02 10⁻23 ga. Bizda ikkita molekulalar soni 2 kelib chiqdi. Xo'sh, ana endi sulfid kislotada 1 molida molekulalar soni 1 ga teng. 0,5 mol berilgan masala shartida 0,5 molda qancha desak molekulalar soni 0,5 ga teng. Bizda umumiy molekulalar soni 2 edi. 0,5 i sulfid kislotaga tegishli ekan. 2 dan 0,5 dersak, 1,5 endi profosfat kislotaga to'g'ri keladi. Xo'sh, mana profosfat kislota formulasi H4P2O7. Buning bitta molekulasi 1 molga teng, ya'ni 1 moldagi molekulalar soni 1 ga teng. Bitta molekulasi 1 molga to'g'ri kelsa, bizda 1,5 ta molekulasi bor. 1,5 ta molekulasi necha mol to'g'ri keladi desak, proporsiyadan 1,5 ni 1 ga ko'paytirib yana 1 ga bo'lsak, baribir 1,5 mol kelib chiqar ekan, 1,5 ni o'zi. Demak, bizda profosfat kislotaning miqdorini so'ragan, molini so'ragan. Demak, moli 1,5 kelib chiqdi. Demak, to'g'ri javobimiz C javob. Navbatdagi masalaga o'tsak, 201-masala ekan. Xo'p, 11,2 litr 201-masalada 11,2 litr azot 2 oksidiga necha litr neon qo'shilganda aralashmadagi molekulalar soni 6,02 10⁻23 ta bo'ladi. Bu ham yuqoridagi masalalarga o'xshash. Baribir bir yechimini ko'rib o'tsak. Xo'p, azot 2 oksid bir molekulasi 22,4 litr hajmga to'g'ri keladi.
Bizni masala sharti 11,2 litr bilan 11,2 litr necha molekulasiga to'g'ri keladi desak, proporsiyada 0,5 molekulaga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, umumiy molekulalar sonini topsak, bizda molekulalar soni berilgan 6,02 10^23 ta bo'lamiz 6,02 10^23 ga molekulalar sonimiz 1 kelib chiqdi. Jami molekulalar sonimiz bitta edi. Bundan 0,5 molekula azot 2 oksidga tegishli ekan. 0,5 molekulani ayirib tashlasak, yana 0,5 molekula qoldi. Bu neonga tegishli ekan. Xo'sh, ana endi 1 molekula neonning hajmi 22,4 litr ekan. 0,5 molekula, mana 0,5 molekula neonga tegishli bo'ldi dedik-ku. O'sha 0,5 molekulasining hajmi qancha desak neonda proporsiyada 0,5 molekulani 22,4 litr ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 1 molekulaga, demak 11,2 litr kelib chiqar ekan. Demak, 201-masalamizning to'g'ri javobi A javob. Xo'p, 206-masalaga qarasak, 20 gram ftorid kislotaga necha mol etan qo'shilganda aralashmadagi molekulalar soni 12,04 ko'paygan 10^23 ta bo'ladi. Xo'p, ftorid kislota 1 molekulasining massasi 20 gramga teng. Xo'p, umumiy molekulalar soni berilgan bizda 12,04 10^23 ta 6,02 10^23 Avogadro soniga bo'lsak, 2 molekula ekan. Umumiy 2 molekula ekan. Shundan 1 molekulasi vodor ftoridga tegishli ekan. 1 molekulasi vodor ftoridga tegishli bo'lsa, 2 dan 1 ni ayirsak, 1 molekulasi etanga tegishli. 1 molekula etanning miqdori esa 1 molga teng bo'ladi. Demak, 206-masalamizning to'g'ri javobi D javob ekan. Xo'sh, 209-masalaga qarasak, 12 gram ozonga necha litr normal sharoitda argon qo'shilganda aralashmadagi molekulalar soni 3,01 ko'paygan 10^23 ta bo'ladi. Xo'p, ozon 1 molekulasining massasi 48 gram, ya'ni kisloroddan 3 ta ozon. 16 dan 3 tasi 48 gram, ya'ni 1 molekulasining massasi 48 gram ekan. Bizning masala shartida 12 gram berilgan. 12 gramni necha molekulaga to'g'ri keladi desak, proporsiyada 0,25 molekula kelib chiqadi. Xo'p, bizda molekulalar soni berilgan 3,01 10^23 ta 6,02 10^23 ga bo'lsak, umumiy molekulalar soni 0,5 ta ekan. Xo'p, umumiy molekulalar soni 0,5 ekan. O'shandan ozonnikini ayirib tashlaymiz 0,25 ta. 0,25 qoladi. Bu argonga tegishli bo'ladi. Endi ozonnikini ayirib tashladik. Xo'p, ana endi 1 molekula argonning hajmi 22,4 litr. 0,5 molekula argonning hajmini topsak, proporsiyadan 5,6 litr kelib chiqadi. Demak, 209-savolimizning to'g'ri javobi A javob. Ana endi 213-masalaga qarasak, hop, 213-masalada 16 gram metanga necha gram argon qo'shilganda aralashmadagi atomlar soni 48,16 ko'paygan 10^23 ta bo'ladi deyilgan. Dastlab atomlar sonini aniq songa keltirib olamiz. Ya'ni 48,16 10^23 ni bo'lamiz. Avogadro soni 6,02 ga bizda 8 ta atom kelib chiqdi. Ana endi metandagi atomlar soni 16 gram metanda atomlar soni 5 ekan. Ya'ni mana 4 ta vodorod va bitta uglerod jami qo'shsak 5 ta. 16 gram, ya'ni 1 moli 16 gram metanning massasi. 16 gramda 5 ta atom bor ekan. Bizning masala sharti yana 16 gram so'ra, yana 16 gramni topsak, bu ham 5 kelib chiqadi proporsiyada. Demak, umumiy 8 ta atom bor edi bizda. 8 ta atom bor edi. 5 tasi metanga tegishli ekan. Ayirib tashlasak 3 ta atom qoladi. Bu 3 ta atom ana endi argonga tegishli bo'ladi. Xo'p, bitta bir atom argonning massasi 40 gram, 3 atom argonning massasi qancha desak, proporsiyadan 120 gram kelib chiqadi. Demak, 213-savolimizning to'g'ri javobi A javobga teng. A javob bo'ladi.
Xo'p, 218-masalaga e'tibor beramiz. Demak, 218-masalada aytilyapti: 2 mol kaliy oksidga necha mol bariy oksid qo'shilganda aralashmadagi atomlar soni 48,16 ta bo'ladi deyilyapti. Dastlab atomlar sonini Avogadro soniga bo'lib, oddiy shaklga keltirib olamiz. Ya'ni 48,16 ni Avogadro soni 6,02 ga bo'lsak, bizda atomlar soni 8 ta ekan. Xo'p, ana endi mana bu kaliy oksid. Kaliy oksidning 1 molida, 1 mol kaliy oksidda 3 ta atom bor, ya'ni 2 ta kaliy va bitta kislorod atomi bor. Demak, 1 molida 3 ta atom bo'lsa, masala shartida 2 mol berilgan. 2 molda qancha desak, 6 ta atom bor ekan. Xo'sh. Ana endi umumiy atomlar sonimiz 8 kelib chiqdi. 6 tasi kaliy oksidga tegishli ekan. 8 ta atomdan 6 ta atom kaliy oksid atomini ayirib tashlasak, 2 ta atom qoldi. Bu 2 ta atom bariy oksidiga tegishli bo'ladi. Xo'sh, bariy oksidi bitta bariy va bitta kislorod, jami 2 ta atomdan, ya'ni 1 molida 2 ta atom bor. Bizda yana 2 ta atom kelib chiqdi bu yerda. 2 ta atomdan yana necha mol keladi desak, proporsiyadan 1 mol kelib chiqadi. Demak, 218-savol to'g'ri javobi D javobi ekan. Xo'sh, 223-masalaga e'tibor beramiz. Xo'p, 223-masalada 11,2 litr azot 2 oksidga necha mol fosfat kislota qo'shilganda aralashmadagi atomlar soni 54,18 ta bo'ladi deyilyapti. Xo'p, demak, dastlab atomlar sonini aniq songa keltirib olamiz. Ya'ni 54,18 ni bo'lamiz Avogadro soni 6,13 ga. Bizda atomlar soni 9 ta kelib chiqadi. Xo'sh, endi azot 2 oksid, bitta azot va bitta kislorod. Ya'ni 22,4 litri 1 moli 22,4 litrga teng. 22,4 litrda demak 2 ta atom bor ekan. Bizda masala shartida 11,2 litrda qancha deb so'rayapti. Proporsiyani topsak, bitta atom bor ekan. Xo'p, demak, bizda umumiy atomlar soni 9 ta ekan. Shundan bittasi azot 2 oksidga teng ekan. Ayirsak 8 tasi endi fosfat kislotaga to'g'ri keladi. Xo'p, fosfat kislota 1 molida 8 ta atom bor o'zi. Shundoq ham misol uchun qarasak, 3 ta vodorod atomi, to'g'rimi? Bitta fosfor atomi jami 4 ta bo'ldi va 4 ta kislorod atomini hisoblasak, jami 1 molda 8 ta atom bor ekan. Bizda bu yerda yana 8 kelib chiqdi. 8 ta atomni tagiga qo'yamiz, yana 8 ta atom proporsiya qilsak, miqdorini topsak, yana 1 mol kelib chiqadi. Demak, 223-masalamizning to'g'ri javobi A javob. 224-masalaga qaraymiz. Xo'p, 22,4 litr argonga necha litr ammiak qo'shilganda aralashmadagi atomlar soni 54,18 ta bo'ladi deyapti. Xo'p, mana 54,18 ta Avogadro soni 6,02 ga bo'lsak, 9 ta atom kelib chiqadi. Xo'p, argon 22,4 litr argonda bitta atomlar soni bitta. Biz masala shartida yana 22,4 litr so'rayapti. Buni ham proporsiya qilsak, yana bitta kelib chiqadi. Demak, umumiy bizda 9 ta atomlar soni bor. O'shaning bittasi argonga tegishli ekan. 9 ta atomdan bitta argon atomini ayirib tashlasak, 8 ta atom qoladi. Bu esa ammiakka tegishli bo'ladi. Xo'p, ammiak 3 ta vodorod va bitta azotdan jami 4 ta atom. Demak, 4 ta atomi 22,4 litr hajmni egallaydi. Bizga masala shartida 8 ta atom berilgan. 8 ta atomni qancha hajmni egallaydi desak, proporsiyadan 44,8 litr hajmni egallaydi. Ya'ni mana 4 dan 2 barobar katta bo'lsa, 22,4 litr ham shundan 2 barobar kattasi 44,8 litr kelib chiqadi. Yoki proporsiyadan hisoblasak bo'ladi. Demak, 224-masalamizning to'g'ri javobi B javobi ekan.
Hop, 228-masalaga qarasak. Masalada aytilyapti, 160 gramm mis ikki sulfatga necha mol vodorod xlorid qo'shilganda aralashmadagi atomlar soni 48,16 ta bo'ladi. Hop. Dastlab atomlar sonini aniq songa keltirib olamiz. Ya'ni 48,16 ni Avogadro soni 6,02 ga bo'lsak, bizda 8 ta, umumiy 8 ta atom kelib chiqdi. Demak, umumiy atomlar sonimiz 8 ta ekan. Xo'sh, mis sulfat atomlar soni, ya'ni 160 gramm mis sulfat 1 molning massasi hisoblasak 160 gramm kelib chiqadi. 160 grammida 6 ta atom bor. Ya'ni qayerdan kelib chiqdi desa 6. Kislorod 4 ta kislorod atomi, bitta oltning yugurt 5 ta va bitta mis atomi 6 ta. Ya'ni 160 grammda 6 ta atom bor ekan. Masala shartida bizda yana 160 gramm so'rayapti. Buni ham proporsiya qilsak 6 ta atom kelib chiqadi. Demak, bizda umumiy atomlar sonimiz 8 ta edi. Undan 6 ta mis 2 sulfat atomlarni ayirib tashlasak, 2 ta atom qoladi. Bu 2 ta atom endi xlorid, vodorod xloridga tegishli bo'ladi. Demak, vodorod xlorid 1 molda 2 ta atom bor, ya'ni mana bitta vodorod atom va bitta xlor atom, jami 2 ta. 1 molda 2 ta atom bor. Bizda bu yerda yana 2 ta atom kelib chiqdi. 2 ta atomni necha mol desak, proporsiya qilsak, yana 1 mol kelib chiqadi. Demak, 228-masalamizning to'g'ri javobi A javobi ekan. 233-masalaga qarasak. Hop, 233-masala 100 gramm kalsiyga necha litr normal sharoitda oltin gugurt 6 oksid qo'shilganda aralashmadagi atomlar soni 39,13 ko'payib 13,23 ta bo'ladi deyilyapti. Hop. Endi umumiy atomlar sonini topib olsak, 39,13 13,23 ta bo'lamiz 6,02 13,23 ga. Bizda 6,5 ta atom kelib chiqdi. Umumiy atomlar sonimiz. Hop, kalsiy bitta atomining massasi 40 gramm. 100 grammi nechta atomga to'g'ri keladi desa, proporsiya qilsak, 100 ni 1 ga ko'paytirib 40 ga bo'lsak, 2,5 ta atomga to'g'ri kelar ekan. Demak, bizda umumiy atomlar sonimiz 6,5 ta, undan 2,5 ta kalsiy atomlarini ayirib tashlasak, 4 ta atom qolar ekan. 4 ta atom bu oltin gugurt 6 oksidga tegishli. Endi oltin gugurt 6 oksid o'zida 3 ta kislorod atom va bitta oltin gugurt atom, jami 4 ta atom. Demak, 4 ta atomi normal sharoitda 22,4 litr hajmni egallaydi. Bizda masala shartida yana 4 ta atom kelib chiqdi. Ya'ni bu 4 ta atomni qancha hajmni egallaydi deb proporsiya qilsak, baribir 22,4 litr kelib chiqadi. Demak, 233-masalamizning to'g'ri javobi C javobi ekan. Navbatdagi masalaga o'tsak, 237-masala. Masalada aytayapti, fosfin va is gazidan iborat 0,5 mol aralashmaning tarkibida 8,428 ko'paygan 13,23 ta atom bo'lsa, is gazining molini aniqlang. Xo'p. Dastlab atomlar sonini topib olsak, 8,428 ko'paygan 13,23 ta Avogadro soniga bo'lsak, bizda 1,4 ta atom kelib chiqadi. Xo'sh, 1,4 ta atom kelib chiqdi. Endi bizda fosfin bor, PH3 va is gazi, uglerod 2 oksid. Modda miqdorini biz bilmaymiz. Shuning uchun fosfinning modda miqdorini X deb belgilab oldim va is gazining miqdorini Y deb belgilab oldim. Umumiy miqdor bizda berilgan 0,5 mol. Xo'p, atomlar soni fosfinda 3 ta vodorod va bitta fosfor bor. 3 ta vodorod va bitta fosfor bor, jami 4 ta. 4 ta X ga ko'paytirsak, atomlar soni 4X bo'ladi. Is gazida bitta kislorod, bitta uglerod bor. Jami 2 ta atom bor. 2 ni Y ga ko'paytirsak, 2Y ta atomlar soni 2Y ekan. Umumiy atomlar soni mana bu yerda bizga kelib chiqdi, 1,4 ekan. Bu yog'i tenglama bo'ladi. X plus Y'imiz mana, X plus Y'imiz 0,5 ga teng bo'ladi. 4x plus 2y'imiz esa atomlar soni 1,4 ga teng bo'ladi. Xo'p, tepani qavs ichiga olamizda 2 ga ko'paytirib olsak, 2 ga ko'paytirib olamizdan keyin ayiramiz tenglamani bir-biridan. 2 ga ko'paytirib olsak,
2x ga ko'paysa 2x, 2x dan 4x ayirsa minus 2x qoladi. Tushunali? 2 y ga ko'paytirsa 2y, 2y dan mana bu 2y ayirsa 0 bo'lib qoladi, ya'ni qisqarib ketadi. 2 ni 0.5 ga ko'paytirsak 1 qoladi. 1 bo'ladi. 1 dan 1.4 ayirsak minus 0.4 kelib chiqadi. Minus 0.4 ni minus 2x ga bo'lsak, ximiz 0.2 kelib chiqadi. Y topsak, umumiy 0.5 edi x plus y'imiz. Ximiz 0.2 bo'lsa, 0.5 dan 0.2 ni ayirsak, y'imiz 0.3 kelib chiqar ekan. Demak, x deb biz fosfinni belgilagandik. Y deb iskazini belgilagandik. Demak, bizda iskazining molini so'ragani uchun y'imiz 0.3 ga teng ekan. Demak, 237-masalamizning to'g'ri javobi D javobi ekan. Xo'p, ana endi navbatdagi masalaga o'tsak, 242-masala. Xo'p, 242-masalada ammiak va azot 2 oksiddan iborat 112 litr normal sharoitda aralashmaning tarkibida 84.28 ta atom bo'lsa, aralashmadagi azot 2 oksidining hajmini aniqlang. Xo'sh, demak, bizda berilgan 84.28 ni Avogadro soni 6.02 ga bo'lsak, 14 ta atom kelib chiqadi. Tushunarli? 14 ta atom kelib chiqdi. Ana endi bizda hajmi ham berilgan. Hajmidan miqdorini topib olamiz. Xo'p, bizda 112 litr hajm berilgan. Modda miqdorini topsak, 112 litrni 22.4 litrga bo'lsak, 5 mol kelib chiqadi. Xo'sh, bizda endi bor ammiak NH3 va azot 2 oksid NO. Miqdorini biz bilmaymiz. Shuning uchun ammiaknikini x deb belgilab oldim. Azot 2 oksidniki y deb belgilab oldim. Umumiy miqdorimiz bizda mana bu yerda kelib chiqdi, 5 mol ekan. Xo'p, atomlar soniga kelsak, ammiakda 3 ta vodorod va bitta azot, jami 4 ta, 4 ta x ko'paytirsak, atomlar soni 4x. Xo'p, ana endi azot 2 oksidda bitta kislorod va bitta azot bor, jami 2 ta atomdan bo'ladi. 2 ni y ga ko'paytirsak, atomlar soni 2y. Umumiy atomlar soni mana bu yerda bizga kelib chiqdi, 14 ta ekan. Xo'p, bu ham tenglamaga tushadi. Xo'p, bizda x plus y'imiz 5 ga teng ekan, mana modda miqdorimiz. Xo'p, atomlar sonimiz 4x plus 2y teng 14 ga ekan. Tepani 2 ga ko'paytirib oldim. 2 ga ko'paytirib olsak, ya'ni nima sababdan 2 ga ko'paytirib oldim? Hozir aytaman, 2 ga ko'paytiring, mana qaranglar. Biz yo x da yo y da qisqartirishim kerak. Pastda 2y turibdi, to'g'rimi? 4x turibdi. Osonroq bo'lgani uchun 2 ga ko'paytirsam tepadagi sistemani, y ga ko'paysa 2y bo'ladi, bir-biridan ayirsak qisqarib ketadi. 0, ya'ni y'lar yo'qolib ketadi. Xo'p, demak 2 ni x ga ko'paytirdim, 2x chiqdi. 2x dan 4x ayirsam minus 2x kelib chiqdi. 2 ni y ga ko'paytirdim, 2y, pastdagi 2y dan ayirsak qisqarib ketadi, 0 bo'lib qoladi. Xo'p, 2 ni 5 ga ko'paytirsam 10, 10 dan 14 ayirsam minus 4. Minus 4 ni minus 2x ga bo'lsam, x 2 mol kelib chiqdi. Xo'p, x plus y 5 ga teng. Ximiz 2 mol chiqsa, 5 dan 2 ni ayirsak, y'imiz 3 mol kelib chiqadi. Demak, x deb biz ammiakni belgilab olgandik. Y deb azot 2 oksid. Xo'sh, bizda azot 2 oksidning hajmini so'ragan. V teng azot 2 oksid 3 mol, 3 ni 22.4 litrga ko'paytirsak, 67.2 litr kelib chiqadi. Demak, 242-masalamizning to'g'ri javobi A javob ekan. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz. 243-masala. Masalada aytilyapti, karbonat angidrid va is gazdan iborat 40 gram aralashmaning tarkibida 16.856 ta 56 ko'paygan 1023 ta atom bo'lsa, aralashmadagi kislorodning massasini aniqlang deyilgan. Biz nima qilamiz? Dastlab
16,856 10^23 ni bo'lamiz Avogadro soni 6,02 10^23 ga. Bizda atomlar soni, umumiy atomlar soni 2,8 ta kelib chiqdi. Xo'sh, ana endi karbon angidrid bor bizda. Is gazi bor. Modda miqdorini bilmaymiz, shuning uchun karbon angidrid modda miqdorini X deb belgilab oldim. Is gazinikini Y deb belgilab oldim. Massaga o'tsak, karbon angidrid massasi 44 gram. 44 ni X ga ko'paytirsak, massasi 44X. Is gazining massasi 28 gram. Modda miqdori Y bo'lgani uchun Y ga ko'paytirsak, massasi 28Y bo'ladi. Umumiy massa bizning masala shartida berilgan 40 gram. Atomlar soniga o'tsak, karbon angidridga 2 ta kislorod va 1 ta uglerod. Jami 3 ta atomlar soni 3 ga teng. Modda miqdori X bo'lgani uchun ko'paytirsak 3X. Is gazida atomlar soni 2 ta, 1 ta kislorod, 1 ta uglerod. Modda miqdori Y bo'lgani uchun 2 ni Y ko'paytirsak 2Y. Umumiy atomlar sonimiz mana bu yerda kelib chiqdi. 2,8 ga teng ekan. Xo'p, ana endi bu ham tenglamaga tushadi. Xo'p, demak atomlar soni 3x plus 2y teng 208 ga teng ekan. Xo'p, massamiz esa 44x plus 28y teng 40 ga teng ekan. Xo'sh, ana endi yo x ni yo'qotishim kerak, yo y ni yo'qotishim kerak. Y ni yo'qotishim uchun mana bu yerda 28 bor. Tepani ham 28 qilsa, bir-biridan ayirsam 0 bo'lib qoladi. Tepani 28 qilish uchun nechaga ko'paytirishim kerak? 14 ga ko'paytirsam, mana bu 2y ni 28y bo'ladi. Shundan bir-biridan ayirsak, mana bu 28y bilan yo'qolib ketadi. Xohlasangiz x ni qiling, xohlasangiz y ni yo'qoting. Farq yo'q. Xo'p, demak, mana bittasini yo'qotish uchun nechagadir ko'paytiramiz. Mana 14 ga ko'paytiryapman. Bittasini yo'qotish uchun emas, umumiy 14 ko'paytirildi, bitta sistema to'liq ko'paytiriladi tepadagi sistema. Umumiy tepadagi sistemani 14 ga ko'paytirdim. 14 ni 3x ga ko'paytirsam 42x kelib chiqdi. 42x dan 44x dan ayirsam -2x kelib chiqadi. 14 ni 2y ko'paytirsam 28y. 28y dan 28y ayrilsa 0 bo'lib qoladi. 14 ni 208 ga ko'paytirib shundan 40 ta ayirsam 0,8 kelib chiqdi. -0,8 kelib chiqdi. Xo'p, -0,8 ni -2x ga bo'lsam x 0,4 kelib chiqdi. Y-imiz 0,8 kelib chiqdi. Xo'sh, x deb karbon angidridni belgilab olgandim, y deb is gazini. Xo'p, ana endi karbon angidrid bizda karbon angidrid tarkibidagi kislorodning massasini toping degan. Umumiy karbon angidrid va is gazidagi tarkibidagi kislorodlarning massasini toping degan. Xo'p, karbon angidridda 1 molida 32 gram kislorod bor. Ya'ni mana ikkita kislorod atom bor-ku. 16 dan ikkitasi 32 gram. Ya'ni 1 mol karbon angidridda 32 gram kislorod bor. Bizda karbon angidrid miqdori 0,4 mol kelib chiqdi. X deb belgilab olgandik. 0,4 molda kislorodning massasini topsak 12,8 gram. Xo'p, ana endi is gazida 1 mol is gazida bitta kislorod atom bor. Bu degani 16 gram. 1 molida 16 gram. 0,8 molda qancha massaga to'g'ri keladi desak, bu ham 12,8 gram kelib chiqadi. Demak, umumiy kislorodning massasi 12,8 gram is gazidan 12,8 gram karbon angidriddan umumiy yig'sak 25,6 gram kislorod bo'lar ekan. Demak, 243-savolimizning to'g'ri javobi D javobi. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tsak, 248-masala. 248-masalada litiy xlorid va temir 2 xloriddan iborat 0,9 mol aralashmaning tarkibida 12,04 ta atom bo'lsa, aralashmadagi temir 2 xloridning molini aniqlang degan. Xo'sh,
Demak, dastlabki qiladigan ishimiz 12,04 ni Avogadro soni 6,02 ga bo'lamiz. Umumiy atomlar sonimiz 2 ta kelib chiqar ekan. Ana endi litiy xlorid, temir 2 xlorid. Xo'p, miqdorini belgilab olsak, miqdorini bilmaymiz. Aniq miqdori masala shartda berilmagan. Shuning uchun litiy xloridning miqdorini X deb belgilab oldim. Temir 2 xloridning miqdorini Y deb belgilab oldim. Bizda umumiy miqdorlar berilgan 0,9 mol. Xo'p, atomlar soniga o'tsak, litiy xloridda bitta litiy, bitta xlor, ikkita atom bor. Modda miqdori X bo'lgani uchun atomlar soni 2X bo'ladi. Xo'p, temir 2 xloridda ikkita xlor va bitta temir, 3 ta atom bor. Modda miqdori Y bo'lgani uchun ko'paytirsak 3Y, atomlar soni 3Y bo'ladi. Bizda umumiy atomlar sonini ham topib oldik. Mana bu yerda 2 ga teng. Xo'sh, bu yerda tenglamaga qo'yamiz. Demak, X plus Y imiz teng ekan 0,9 ga modda miqdori. Xo'p, atomlar soni 2X plus 3Y teng 2 ga teng. Xo'sh, men X yoki Y ni yo'qotishim kerak. Xo'p, pastda 2X turibdi, tepada X bor. Xo'p, tepadagi sistemani 2 ga ko'paytiraman. 2 ni X ko'paytirsam 2X, 2X dan umumiy sistemani bir-biridan ayiramiz. 2X dan 2X ni ayirsam 0 bo'lib qoladi. Xo'sh, 2 ni Y ga ko'paytirsam 2Y, 2Y dan 3Y ni ayirsam o'zi minus 1Y qolardi. 1 odatda yozilmaydi. Shuning uchun minus Y deb oldim. 2 ni 0,9 ga ko'paytirsam 1,8, 1,8 dan 2 ni ayirsam minus 0,2 kelib chiqadi. Minus 0,2 ni minus Y ga bo'lsam Y 0,2 kelib chiqadi. Demak, biz Y deb nimani belgilay oldik? Temir 2 xlorid. X ni topsak, X plus Y 0,9 ga teng. Y 0,2 bo'lgandan keyin 0,9 dan 0,2 ni ayirsam X ni 0,7 kelib chiqadi. Demak, X ni litiy xlor edi. Demak, bizda temir 2 xloridni molini so'ragani uchun Y imiz 0,2. Demak, bu temir 2 xloridga tegishli. Demak, 248-masalamizning to'g'ri javobi D javobi ekan. Xo'p, demak, Avogadro soniga doir masalalar yechimimiz, ya'ni har bir tip masaladan bitta-bitta olib yechim qilishga harakat qildim. Qolganini o'zlaringiz yechib qo'yarsizlar.